hozirgi paytda umrga taqilgan bir safardan haligi Rahman ismiga ega bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning mehmonlari bo'ladi hajga ketadi. Haj o'zi nima? Afsuski bizda uzoq vaqtda diniy ta'limimiz yo'lga qo'yilmaganligi oqibatida to'liqroq bir tushunchaga ega emas. Haj so'zi o'zi arab tilidan tarjima qilganimizda qasd qilmoq ma'nosida. Shariatda bo'lsa ma'lum kunlarda Baytullohni ziyoratini qasd qilib safar qilishlikni niyat bilan haj deydi. Ma'lum kunlarimiz qaysi? Ma'lum kunlarimiz mana shu Arafa kunini atrofida bo'ladigan kunlarimiz. Zulhijja oyining 10 kuni yilning kunlarining ichida eng zo'r kunlar bo'ladi. Ulug' kunlar bo'ladi. Muborak kunlar bo'ladi. Mana shu hajning sharofati. Ertaga boradigan, turadigan joyimiz Arafat sahrosi eng muborak joy bo'lsa, ana shu kuni Arafat kuni yilning ichidagi eng ulug' kun bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining mahluqotlarini ichidan ko'pgina narsalarni ixtiyor qilib olgan. Misol uchun bandalarini ichidan Muhammad alayhisolatu vassalomni ixtiyor qilib tanlab olib, xotaman nabiy qilgan. Yilning kechalarining ichida Laylatul Qadr kechasini Alloh subhanahu va taolo eng ulug' kecha qilib ixtiyor qilib tanlab olgan. Oylarning ichida Ramazon oyini ulug' oy qilib tanlab olgan. Haftaning kunlarining ichida juma kunini ulug' qilib tanlab olgan. Ana shunday demak, yilning sananing kunlarini, kunduz kunlarining ichidan avvalo shu siz bilan biz turgan Zulhijja oyining 10 kunligini, avvalgi 10 kunligini tanlagan bo'lsa, uning ichidan Arafat kunini alohida tanlab olgan. Chunki bu haligi haj ibodatining to'g'risi. Haj ibodatining lug'at tarafidan hamda ulamolarimizning ta'rifida ma'nosini bildik. Demak, haj shunday narsa ekanki, ma'lum vaqtda qaysi? Ashhurul hajja, hajning kunlarida. Biz bilan biz Qurbon hayitida o'rganib qolganmiz. Shu Qurbon hayitining arafasida, demak mana shu Arafa sahrosida bo'lishi rukun hisoblangan bir ibodat. Boshqalar qachon bir arab davlatining qaysiga borib kelsa ham haj deb, umra qilib kelsa ham haj deb o'rganib qolgan, bu to'g'ri gap emas, birodar. Haqiqiy haj demak Arafa kuni Arafa sahrosida vaqf bo'lishlik bilan bo'ladigan narsa. Bu narsa bo'lmasa 1000 marta kelib ketgani bilan haj bo'lmaydi. Ana endi shu haj nihoyatda ulug' bir ibodat. Ulug' ibodatligi shu darajadaki Alloh subhanahu va taolo boshqa ibodatlarga qilingan va'dalardan ko'ra hajga qilingan va'dani ulug' qilgan. Man hajjal bayta va lam yarfus va lam yafsuq va lam yujadil raja'a ka yawma waladathu ummuhu. Dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni kimki haj qilsa, haj davomida bema'ni gaplarni gapirmagan bo'lsa, fisq fasod gaplarni, ishlarni qilib gapirmagan bo'lsa va hamda hamrohlari bilan, sheriklari bilan janjallashib, talashib tortishmagan bo'lsa, ana shu odam onadan tug'ilgan paytida qanday gunoh bo'lgan bo'lsa, hajdan ham shunday gunoh bo'lib qaytadi. Boshqa bir hadislarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, al-umratu kaffaratun lima ma ba'da al-umrati allati sabaqa. Amma al-hajj la mukafa'ata lahu illa al-jannah aw illa dukhul al-jannah aw kama qala. Birov kelib haj vaqtidan boshqa vaqtda umra qilgan bo'lsa, shu qilgan umrasini tufaylidan Alloh taolo avval qilgan bir umrasi bilan bu umraning o'rtasida shu vaqtda qilgan gunohlarini kechadi. Ammo hajni debdi mukofoti hech narsa emas. Bitta mukofoti bor hajda. Boshqa mukofoti yo'q.
bu ham bo'lsa jannatga kirishlik mukofoti. Haj qilgan odam haligi shartlar bilan ixlos bilan hajni qilgan bo'lsa, uni mukofoti bitta bo'ladi, boshqa mukofot yo'q. Bu ham bo'lsa jannatga kirishlik. Shuning uchun bu ibodatni nihoyatga qadrga yetib, hammaga ham nasib qilmaydigan narsa ixlos bilan demak ibodatimizni o'rniga qo'yishga kerak. Mana niyat qilib, ehrom bog'lab yurtimizdan chiqdik. Bunda mana kelib Baytullohni tavof qildik. 2 rakat demak tavof namozini o'qidik. Safa nimani zamzamni ichganimizdan keyin Safa bilan Marva faridlarni orasida 7 marta borib kelib sa'i qildik. Bundan keyin mana ibodat bilan iltijo bilan bugungi kunni kutdik. Bugungi kun demak tavriya kuni deyiladi. Biz tilimizda yolg'on arafa. Ana shu kunda payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom kelib mana shu siz bilan turgan maydon Minoda turgan. Hozir siz bilan dunyodan 2 million odam kelgan bo'lsa, 2 million ko'pmas, ertaga demak e'loni bo'ladi. Hamma musulmonlar ko'ryaptilar, kimdir yo'qlayapti, kimdir bir nimani qarashda, kimdir turgan boshqa mana shu Minoda turishi kerak. Hanafiy bizning mazhabimiz Hanafiy mazhab bo'yicha shu Minoda kunlar 5 vaqt namoz o'qimoqda. Mana kelib peshni o'qidik, undan keyin asrni o'qidik, endi inshaalloh shomni o'qiymiz, tonni o'qiymiz, bomdodni o'qiymiz 5 ta. Mana shu Minoda turishda juda katta bir savob, ulug' bir demak ajrga hosil bo'ladigan holat. Shuning uchun zikr bilan, duo bilan, mana bunday fiqhiy masalalar bilan demak avora bo'lib, o'zimizni demak bir-birimizni o'rgatib qolsak, savobning ustiga savob, nihoyatda katta bir natijalarga ega bo'ladigan holatlar bo'ladi. Endi ertaga inshaalloh bomdodni o'qigandan keyin bugunga o'xshab birib ketib Arafatga yurishimiz boshlanadi. Hozirgi bugungi kelayotgan demak holatlarni ko'rdinglar. Qancha million odam bo'lsa hammasi o'rtamga yuradi. Shuncha tartiblar, boshqalar demak choralar ko'rilgani bilan baribir kimnidir mashinasi turib qolar ekan, kimnidir bir narsaga yetgan qolar ekan, har xil holatlar bo'lar ekan. Bunga nihoyatda hushyor bo'lib, yaxshi tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Yaxshi tayyorgarlik ko'rib, Arafatga demak ketib boramiz. Bu yerda ham mana shunga o'xshaganroq joylar qilingan. Odamlarimiz, vakillarimiz borib ko'rishib, amalini chegaralashib keldi. Inshaalloh demak bu yerga yetib olganda ham ibodat bilan demak mashg'ul bo'lamiz. Ana Arafatni ana oldindan o'tib aytib o'tdik. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom marhamat qilganlar. Al-hajj Arafa. Demak Arafadan iboratdir deganlar Payg'ambar alayhissalatu vassalom. Bu degani nima degani? Bizda demak Arafasiz haj bo'lmaydi. Minoda masalan birov kasalligi uchun tura olmasa, uzri bo'lsa qabul. Keyin bir demak jinoyat bo'lsa, uniga bir dam qo'yish bilan, qo'yishlik qo'yish bilan, kasalliklarni uzri birov tashatishiga vakil qilib qo'yishi bilan, hamma narsa bir narsa bilan demak tuzatib ketsa bo'ladi. Ammo lekin Arafada vaqt bo'lmasa, Arafada turilmasa, unda hech qanday hoji ham bo'lmaydi. Haj ibodatini qildim deyishga birovning haqqi ham bo'lmaydi. Mana bu narsani demak nihoyatda yaxshi o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun mana podshohlikdan choralar ko'rilgan, kasal bo'lib qolgan odamlar, o'rnidan tura olmaydigan odamlarni ham kasalxonalar o'zlari demak olib chiqishadi. Arafatda turmasdan, o'sha yerda bo'lmasdan demak hoji bo'lish mumkin emas. Al-wuqufu bi Arafa ruknun min arkanil hajj. Demak hajning rukunlaridan biri o'sha Arafada turish. Haliga aytib o'tganimizdek, Arafat yer jihatidan eng ulug' joylardan. Arafa kuni esa kun jihatdan eng ulug'dir. Shuning uchun bu yerda turishda, duoda bo'lishda, Allohdan ko'ngildagi hamma narsalarni so'rashda hech demak qashamaslik kerak bo'ladi. Astoydil
O'tirib oling. Ertaga Arafaga tayyorgarlik ko'ramiz. Arafadagi bo'ladigan ishlarimizni haligi holatda bo'ladi. Bu yerda ham mana shunday huquq deganimiz o'tirish bilan bo'ladi. Duo bilan bo'ladi, ibodat bilan bo'ladi, tilovati Qur'on bilan bo'ladi. Bu ibodat birodarlar qadimgi ibodat. Ibrohim alayhissalatu vassalomdan beri bu kelayotgan ibodat. Biz bilan bizning dinimiz islom dinida yangidan boshlanib joriy qilingan shariatga kiritilgan ibodat emas. Ibrohim alayhissalomni payg'ambarlarning otasi deyiladi. Demak, o'sha payg'ambarlarning otasi bo'lmish Ibrohim alayhissalomdan tortib mana shu Alloh subhanahu va taolo haj ibodatini bandalariga farz qilgan, ana shundan boshlab buning uzoq tarixi bor. Ibrohim alayhissalatu vassalom payg'ambar bo'lib ulug' 90 yoshga kirgunlaricha Bibi Sora bilan demak hayot ko'chirib, u kishidan farzand ko'rmaganlar. Ana undan keyin Bibi Hojar onamizga uylanganlarida 90 yoshlarida Ismoil alayhissalomni ko'rganlar. O'g'il farzand ko'rganlar. Shunda Allohning amri bilan haligi yangi tug'ilgan chaqaloq va uning onasi Bibi Hojarni Falastindan Shom Sharifdan olib kelib, mana shu hozir biz tavof qilayotgan Ka'bani joyiga tashlab ketishga buyruq bo'lgan. Ibrohim alayhissalom yosh go'dak chaqalog'ini uning onasi o'zining xotini, ya'ni chaqaloqning onasi payg'ambarning xotini Bibi Hojar bilan olib kelib shu yerga qo'yganlar. Allohning buyrug'i bo'lgani uchun. Bo'lmasa 90 yoshida farzand ko'rgan erkak, ya'ni inson o'zini yolg'iz farzandini faqroq yo'lga chiqarmaydi. Shuning uchun ham ularni tashlab orqalariga qaytib ketayotganda Bibi Hojar so'raganlar. Ya Ibrohim, siz bizni, ya'ni men bilan o'g'limni bu yerga o'zingizni fikringizcha tashlab ketyapsizmi yoki Allohdan buyruq bo'ldimi deganlar. Shunda Ibrohim alayhissalom aytganlarki, Allohning buyrug'i bilan sizlarni ham bu yerga qoldiryapman. Shunda Bibi Hojar aytganlarki, unday bo'lsa bemalol ko'nglingiz to'q siz qaytib ketavering. Alloh bizni demak beparvo qolmaydi. Bizni qarovsiz qoldirmaydi. Siz demak Allohning amrini bajaring, ketavering deganlar. Ibrohim alayhissalom ko'ngillari nihoyatda ma'yus bo'lib, firoqni demak alami tushib orqalariga qaytganlar. Bir mahalgacha yurib borib farzandi bilan ayolini qoralarini ko'radigan, o'zlari ularga ko'rinmay turadigan bo'lgan hollarida duo qilganlar. Duoning ma'nosi shuki, ey Parvardigoro, men o'z zurriyatimni qaqroq, hech narsa o'tmaydigan cho'lga tashlab ketyapman. Sen bularni o'zingiz himoyangga olgin. Butun dunyoni xalqlarini, mo'min musulmonlarini qalbini bu yerga moyil qilgin. Bu yerni xayrli, barakali qilgin. Bu yerda hamma vaqtda doimiy bir xayriyat bo'ladigan, tinchlik, omonlik, eminlik yurtini qilgin deb duo qilib ketgan. Alloh subhanahu va taolo o'sha duoni qabul qilgan. Bu duoyi demak payg'ambar alayhissalomning bu duolari Qur'oni Karim oyatlarida topgan. Shuning uchun mana ko'rib turibmiz, Ka'ba-i Muazzamaning atrofida hech qanday bir o'simlik yo'q, hech qanday oqar suv yo'q, hech qanday bir xayr barakaning alomati yo'q, lekin dunyodagi eng xayrli joy shu. Dunyodagi eng barakali joy shu. Dunyodagi barcha mu'minlarning muhabbatini topgan joy shu. Ana shu duoning sharofatidan Alloh subhanahu va taolo o'sha mazkur duoni qabul qilganligidan mana ko'rib turibmiz.